yaxshimi? Ha, yaxshimi? Uy, shahar Samarqandni olsam, hali kelishgan bo'ldi, vatdek dodoshganga bo'vasi urib tag'ib. Qanday tizliqmi? Beksa qiltiratdimi? Madamarlik bir azoz mening ko'nglim. Uy, quruq kelsangiz mutli ekanmay. Quruq kelsangiz? Ha? Bizdan anda qoida yo'qmi? Bundacha qaylang. Biz bunda chiroyli qizlarni ko'rgan cho'qim so'q salom bilan kelamiz. Uning ustiga ig'ilg'i chiysakmi ishga bog'lam o'tib kiradigan mijozimiz bor emasmi? Uy, mena shu yilqi qotandagi ot cho'piydigan eshaklarga o'xshatib o'xshamamsiz? Eshak? Ha? Yo'q. Ya. Eshak siz eshakdan jiq chiroyli. Yo'q, demakchi o'g'lim qaylang. Yo'q, siz eshak sizga o'xshamaydi. Eshak sizdan jiq sat. Yo'q, demakchi o'g'lim qaylang, siz adam. Bo'ldi. Mulozim. Mulozim. Cappuccino bor. Cappuccinodan birini. Sizga-chu? Do'konim nima bor ukam? Natiba, cappuccino va mekshi bor. Faqat dadam anam anglab baxmagali bizim bakaya bu yerda. Ukam bo'ldi, menga kapidillam bizni. Bo'ldi, menekiga o'xshash cappuccinodan birisi bo'lsin. Anandan Dianshin bor, do'konlarda. Ha, Dianshindan bir taqsa. Nima bu Dianshin degan? Shayda Dianshinmi? Mushta stakan bunda nimalar taqsi bilan satamda. Men sizga Dianshin dedim yoki. Dianshin dedim. Dianshin deganimiz bo'lsa, qattiq turim, peshin prayamliklarni Dianshin deymiz. Mushtalam desangiz bo'ldi-ku. Menta Dianshin desangiz haliqi antenasi va bizning sayrat Dianshin o'xshaydi debdi. Bafkam, beklar. Bunda qaylang. Maqzor degan haliqi Dianshin degan bizimda tatliq yo'g'an ustiga shikanjiq chichib, qizorda tatliq qilib chiqdi. Bo'ldi. Ma'qul. Buyurib etdim. Haras, o'zimizdan kelib ketsak, uyingiz bormi? Ko'z bilmatamsiz ya. Mushuncha chigich uy yo'q demaymiz. 6 qiz uy ham bor bunaqa cho'ng. 6 qiz? Ha? Dojgan vasi doj deyli. Yo'q, dachi deb ketdimmi, bo'lmaydi endi. Oldingisini sep qo'ygan 2 qavat qilib. Men 4 qiz pishqish. Ananiki 2 qizni xamqishni sep qo'yganman, xam kesak. Uniki men oldi biz pishgan o'ylisi var texa. 7-8 xilda mevalik daraxtlarim bor. Ha, bunday ya. Qarag'anda toz boy ekansizda siz-a. Ya. Baylarni sel kamtar keldi davatdi endi. Ya, uncha bayma emas endi. Qarag'anda bankida yig'ib qo'ygan pulingiz toza jiq o'xshaydi va sizniki. Ha, bankda pul bak, jiq emas. Ammo biz 810 to'paqni sotgan pul kadlan bor. Ha, qarag'anda siz asli bir cho'ng baxmichkansizda. Baxmichi? Ha? Yo'q, baxmichi deb ketganimmi, bo'lmaydi. Endi qo'ykal degan ancha-muncha bor, endi xila egildi, xila to'shaq. Ha, amsa mashinangiz-chu. Nima bo'ldi? Mashinangiz bormi? Yo'q, mashina yo'q hozircha. Ammo qaylang. O'ylamda 2 ta sopak va to'xtatib qo'ygan. Ershi bor. Traktor, bongbongchay. Traktor? Nima traktor degan? Bu shaharning qiz bolasi traktorni o'qimamsizlar? Traktor degan qaylang. Unda men mashinaga o'xshab ketdi, ammo usti yo'q. Xotnash o'tirdilar. Baqib xot soladigan qaylang. Unda keyinda to'chaysi va ancha-muncha menda etizga o'g'ot, unda poq, yo'q, xeq demoqchi ham men shu to'shiydigan. Shahar kirib qolsak unda keyinga malvaralni biz pochchaga kirdigan, unda bir ish chiqadigan yer va qaramda bunda narsa. Qatnash qarali. Asl siz bir diqqankansiz-ku. Diqqan? Ha. Nima bo'libdi? Men o'zimni bir kader, hokim demagandim, men shu dixon. Qanday bijalarim qisman ko'rinyaptimda. Foydavatmabdingiz. 2 qavat uyim bor 6 egizlikda. Ha, shu 2 qavat qilib solganda mening 9siga. Sizcha qaylang maliga chiqib, Ahmad Sattangning uyi qaysi deb so'rasangiz, hammadan bilishma, 9 ta egiz qilib solgan uy. Minutcha qarang. Ha. Saroying berib, surishtirib o'tdag'idek vaqtim yo'q degina. O'sh. Ha, kapini-cho. Bizdan ichvolar bo'ldi. Hozir qo'yda qashang bir qiz olma, bir changish bakadim. Efendim kafaranız. Fikam bu abay adam bor deb chiqmadi, adam ketib qolganda men chiqdim ya buni. Bo'lmasa fikam bunda qildi. Navad eri ko'may qolsangiz, akishgan demay qolsangiz, ottangiz ikimiz birlakchilar. Kapama efendim xizmat vaqtisi biz bir narsa yesak bo'lmaydi. Shundami? Unda fikam yer uzura qo'tasak boshqa gap yo'q-da? Yo'q, hech qisi yo'q. Ha, maylamsiz. Ma'qul. Ma bo'ladi ekan. Bapta ketadigan katta. Shaylik Samatdan tanishtirgan qiz olsimi shu. Ajan, yog'chilikda hamda bir aydimigan degan havami salqin pashi yo'q obdan. Izdashtir kino ko'raymi ya? Bu dadam boshqa yo'llarmi bu kinodimiz yangi chiqdi deb atgan. Mana. İzleş, eğilimsiz. Ma'qul.
Uy. Kim mava? Bu Meyya? Yo'q. Bu Shalik bola ekan. Ammo o'xshaydi ekan. Ma avval chataqchima, dadamga biz telefon qilib so'ramsam bo'lmadi. Yosh vaqtingni na'naga berib, na'nalaringni bolalaring qolgan deb. Ya ma o'xshaydi ya bu. Mana. Ya ma o'xshaydigan bolaning kinosi ekan ma va. Hozir ko'raychi. Ya gap ya, ip. Ne? Akaylar. Voy xumsi. Xumsa. Nachar bola ekan bu asli. Ha, Ahmad Satang. Ishlar qandiroq? Va qizon keltiraldingmi ya? Shalik Samat, kallangning badavami yo sening? Men bir pishqatib tashib etgan qizlarni tanishtirg'icha, unda saqra qizlarni tanishtirmamsa, bu quyon qo'ydek chichangishib ketdi. Demak, bagan gullarni yaratma, deb qo'yib chiqib barasat maymoq. Ey, sen uning nim deganding? Nim deganding? Shu sen o'gitib qo'ygan gapni deganding. Sen cho'qara uningga cho'qim oljoq so'z degan gap. Bu biz kechib ketamda qizlar? Shalik Samat, men sana deb qo'yay, men olajoq so'zlamayman. Sen mening pulimni olgan ekan, men tarafda ishga turib qo'yjima. Ma'qul, sening rost bo'ldimi? Men qara. Ma gapimni astoydil angla. Ma gapingni anglayaptimi? Sen qaylig'ini olmaydi, sen ma telefonning ichida qila, ha. Gaptalliq qilmay, ma gapimni astoydil anglig'ini adash. Va gaqila anglayaptimi? Qara, sen hozir o'rinlar bag'chisiga berib, yan bir qiz bilan ko'rash. Da? Lekin sen oldin eskartib qo'yay. Qiz olib yan danqan puti gaplarni qilsang, u qiz olib kechib ketadi. Men de ko'zimga danqan putiga qilgan sarangda ko'rinib qoldimmi? Ma'qul, sening rost, sen unda qilmaysa bo'ldimi? Arasadash. Anandikin loyiq tanishtirish haqqini bir avatversan oldi. Anandikin men sen qiz olgan telefonini bana avatib beray. Ana? Senin bir tug'ilganda bir anan kindigini pul bilan kesib ketganmi yo bir og'zingga 5 mo'chan tiqib ig'izlantirib ketganmi? Ya puldan boshqa narsani tanimamsan sen? Mening kindigimni pulni kesmagan. Lekin pul berib keskizib ekan qara. Bu degan qoida degan adash. Shunda bo'lsa namsa? Qoidalarga, voy sening qoidalaringga. Xap. O'sha hammamiz partiyaning qo'yayotgan o'yiniga bo'libdi. Bag'chiga berib ko'rasizmi, ko'rishib baqay. Baba og'avalık yamaş olmagan ekan. Lekin Shalik Samat, ma qizbalandan chataq chiqadigan bo'lsa, degan pullarni ko'zimga tiqib etaman. O bag'chi qatirib to'g'iydi hamda.